Hamkasblar tadbirkorlar, keling sizlar bilan ochiqchasiga gaplashamiz. Hozirgi kunda siz 1S yurg'izyapsiz va qanchalik u to'g'ri, xatolarsiz topshirayotganiga ishonchingiz komil. Bugungi kunda O'zbekistonda tez rivojlanishlar, tez qonun qoidalar joriy qilinyapti va ularning orqasidan siz ulguyapsizmi? Agar siz buxgalteringiz noto'g'ri hisobot topshirib qo'ysa, ayrim holatlarda siz buni kech bilib qolasiz. 1 yil, yarim yil ertaga soliqdan nazorat kelganda, tekshiruv kelganda bilib qolasiz va boshingizni ushlab qo'yasiz. Bir xillarda hattoki buxgalter bo'shab ketgan bo'ladi. Hamma muammolar sizga qolib ketadi. Sizga bunaqa narsalar o'zi tanishmi? Bu muammolarni oldidan bartaraf qilish uchun HR Business Holistic kompaniyasiga murojaat qilishingizni taklif qilaman. Chunki bularni mutaxassis deb bilaman va bularni orqasida katta keyslar, katta kompaniyalarning ishonchi yotibdi. Siz ham murojaat qilsangiz, xudo xolasa buni oldini olgan bo'lasiz. Chunki har bitta og'riqqa, har bitta biznesni muammo kelganda emas, oldini olish doim sizga arzonga tushadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Buni oldini olmoqchi bo'lsangiz, unaqada kommentariyada audit so'zini qoldiring va bizning kuchli mutaxassislar siz bilan bog'lanadi.